Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Assalomu alaykum. Ishtixon shahrining Shixlar qishlog'ida yashayotgan 70-yillarda tug'ilgan uka singillarimiz mana bugun Shixlar qishlog'ida yashagan onajonim xosiyat ona xonadonida shu o'zlarining ehsonlarini pishirib tayyorlab mana kechki iftorlikka ehson qilmoqdalar. Bularning ehsonlari Allohimga dargohida qabul qilinsin. Allohim farzandlarini huzur halovatlarini ko'rsin. Mana shunday ehsonlar mana shu Shixlar qishlog'ida bo'lib tursin. Hamma mana shu 70 mana shu qizlar, mana o'g'il qizlarimizga baxt omad tilaymiz, ehsonlari qabul bo'lsin. Hamisha ishlariga rivoj bo'lsin. Bularni qilayotgan ishlariga Allohim ming bir baraka bersin. Oilalariga sog'lik, salomatlik tilasin. O'tganlarimizda arvohlari shod bo'lib, joylari jannatda bo'lsin. Hamisha mana shunday bo'lib, Shixlar xalqi omadli bo'lib, mana shunday bardamon bo'lib, barakasiganlar u dunyoda rohat bo'lsa, gunohlarini kechirsin. Oilamizda sog'lik qilgan ehson yildagi bolalarga ham nasib qilsin. Mana shunday Shixlarning ehsonlar ko'payib, daromadlaring ko'p. Amin. Rahmat. Kim yapmışlar? Biraz ben orada nem travmalar da diyorum. الصالحات أجرا حسنا ماكثين ويرون خالد خلدا بهم العلم رب العزة أما وسلامين والحمد للعالمين. ومن الشرات في الأقى الله الرحمن الناس شر الناس سهل الرحيم الرسول كسبت وعلى سبت علينا إصرا كبيرنا ورحمنا
Avvalambor Allohning o'ziga hamd sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Yurtimiz tinch bo'lsin, mahallamiz obod bo'lsin. Mana shu qilayotgan insonlarni Allohning dargohiga qabul qilsin. Yoshlarimiz ilmli, ma'rifatli bo'lsin, dini diyonatli bo'lsin. Qarilarimiz iymonli, e'tiqodli bo'lsin. Mana shu yangi yil bahor ayyomi barchamizga muborak bo'lsin. Bahor ayyomi fayzli, barakali bo'lib kelsin. Suvlarimiz mo'l bo'lsin, donlarimiz mo'l bo'lsin. Dehqonchiliklarga Allohning barakasini bersin. Hamisha barchamiz Allohning nazdida bo'laylik. Mahallamiz ham yashnab gullasin. İşlərdə omadlar bo'lsin. Bundan ham mahallalarda obod qilaversin. Hamisha tinchlik, osoyishtalik bo'lsin. Amin. Pensiyalar var, pensiyalar hamısı olmadan gitsin. Hazırhanı hatırlayaptı. Bu Hindiston'da ham tuproqlariga Ro'zayim may Ramazon oyida shu Alisher Navoiy nomli 4-o'rta maktabni bitirgan. Bular yaxshi bo'ldi. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Avvalambor Allohim o'zingga hamd sanolar bo'lsin.
Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e durud salavat salamlar olsun. Manşişler mahallemiz hemşe farlah olsun. Mahallemiz abad olsun. Her bir xonadonga Allohning fayz barakasi yog'ilsin. Mana shu to'yxonalarga ham Allohning barakasi yog'ilsin. Yoshlarimiz ilmli, ma'rifatli, dini diyonatli bo'lsin. Xalqlarimiz iymonli, e'tiqodli bo'lsin. Barchamiz shu ro'za Ramazon oylarida qilayotgan toat ibodatlarimizni, tutayotgan ro'zalarimizni Allohim qabul qilsin. Kelasi yilgi ro'za oylarida ham barchamiz festival bo'lib ko'payishib yetib boraylik. Dasturxonlarimiz to'kin sochim bo'lsin. Donlarimiz mo'l bo'lsin, suvlarimiz ko'l bo'lsin. Xudoyimda hamisha nazdida bo'laylik, Xudoyimda nazar tutsin shu qishlog'imizga, obod bo'lsin. 70-yil qizi o'g'illarimizni qilgan ihsonlarini Allohning dargohiga qabul qilsin. Barchalari qo'shganlar bilan qo'sha qarsin. Bundan-da barchalarini amallari, umrlari ziyoda bo'lsin, amon bo'lsin. Farzandlarimiz hech kimdan kam bo'lmasin. Osmonimiz musaffo bo'lsin. Amin. Ilohi qodira, ey Parvardigora, rahim ayla bandanga, ey kirdikora. Sig'indik hazratinga yo ilohi, yaratgan jumla olamni panohi. Ijobat sendan u bizdan munojat, ilohi zuljalol jumlai hojat. Ilohi barchamizni Xudoyim o'zi ravo qilsin. Barchamizni mushkullarimiz oson, murodlarimiz hosil. Amin. Allohu akbar. Allohu akbar. Yaxshi kunlarda yuraylik hamisha, yana kellarga ham, yana rahmat kunlarga. Katta rahmat senga. Yaxshi yuring, sog' bo'ling. Sayillarda. Katta rahmat. Sağlık yaxshimi? Assalomu alaykum. Yanagi oy, yanagi yillarga ham sog' salomat. Allohga salohim. Dasturxonlaring to'la bo'lsin. Allohim. Umrlaring uzoq bo'lsin. Allohim. Ola qizlaring ko'p. Ahli bo'linglar. Qo'shsha qaringlar. Meni yoshlarimga kirib yuringlar. Onajon. Mashkurlar sizga ham Xudoga shukrlar bo'lsin. Allohim kelasi yil kelgusi bayramlarda sog' salomat uchrashib yurishlik nasib aylasin. Mana shu holdagi faqat va faqat yaxshi kunlar kerak. Allohu akbar. Yaxshi bir keldimi chiqarib qoladi. Sog' bo'lib yurlar ko'p yuribdi. Uzoq bo'lsin. Yashasin. Kamol bor, Shohista bor, Islom bor, Umida. Holidan xabar olish bu anaqa qilmasaymi ko'ringlar. Qoldikin Qanday sog'lik yaxshimi? Bo'ladi bilmasam. Yaxshimi? Nasib yaxshi ketadi. Bir eshitdim seniki ham shunday bo'lgan ekan deb. Ha, nasib yaxshi ketdim, yaxshi ketadi. yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Bolalar yaxshimi? Yaxshi, bolalar hammasi yaxshimi? Siz yaxshimi? Endi yaxshi yuribsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Sen yaxshimi qizim, yaxshisanmi? Yaxshimi? Yo'lda katta yuribdimi? Shukr. Bizlar 70-yil tug'ilganlarimiz Hamidjon Qudrahmatning jo'ralarining sirdoshi bo'lamiz. Bugun ihson qildik. Yozgana bo'lsa ham sizlarga ham ilindik. Haydi bitta omen qilib ketaylik.
Hani dolar boyadıgan joyum. Amin, tinchlik sog'lik bo'lsin. Hammalaringiz uy xonadonlaringizda to'y tomosha bo'lsin. Xush kelganlar, xush qaringlar, barakatcha qilingiz, huzurni ko'ringizlar. Mana shunday bahorni ko'pini ko'ringizlar. Sizni ham umringiz uzoq bo'lsin, Oygul xola. Rahmat aylanay. Mulla buvani ham Gulzamonman, Gulzamon. Mulla buvani dunyosini bersin. Shunday bo'lsin, oxiratini ber. Ko'ryapti. Bo'ldi ko'rindi. Icheri bosish kerak emas? Mayli sog' Mayli aylanay. O'zingiz yaxshimi? Yaxshimi? Sen qandaysan? Yaxshimisan? Ana qizim qandaysan? Yaxshimi? Soning yaxshimi? Rahmat, suratdagilar. Sog' bo'ling, hamisha baxtimizga sog' bo'ling. Charchamang. Kelayotgan hayitlar bilan hammalarimiz qildi. Shunga oli iftorlik qilib berdikda qariyalarga. Keyin bormadingiz o'zingiz ham mayli, keyin bormaganlar uyga bir kirib chiqyapmiz. Sizlarga bitta duo qilsangiz, biza borsak yana. Hali boradigan Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ko'p bersin, ko'p bersin, tinchlik, xotirjamlik bersin. Dunyomiz tinch bo'lsin. Hammamizning xonadonimiz tinch bo'lsin, sog'lik, salomatlik bo'lsin. Kelasi yil ham Navro'zlarga, sayillarga ishqib sog' salomat yetish nasib qilsin. Rahmat katta Baxtimizga sog' bo'ling hamisha. Yaxshi yuring. Mayli. Rahmat. Rahmat. Yaxshi ket. Mayli, opa, yaxshi sog' bo'lib yuring. Siz qaydansiz? Gulzamon olti. Sog'ling yaxshimi, o'zing yaxshimi? Yaxshi yuribsanmi jonim? Bilmaganlardi. Haylayib bormay, gayibsiraymini. Ozgina bo'lsa ham olib keldik sizlarga. Shu Shihrat qishlog'ida. 70-yillar. Shihrat qishlog'ida. Orada qilib berdik, 70-yillar ihson qildik. Amin. Mayli qizim. Yaxshi bo'lib ketdi. Yaxshi bo'lib ket bolajon. Sayillarda yaxshigina kutib ol. 92-yil. Nimalarga qiziqasan? Tikish tikilasanmi? Ha. Mayli, bir kun seni yo'qlab kelaman. Xo'p. Assalomu alaykum. 70'ine kireyim ben ege. Meni qo'shdilaringizmi? Qo'shdik. Keyin Ashton sizlarga qo'shdingizlar meni. Quchoqlab qo'ydik. Ha. Voy, chilla ko'ylak ham kiyib turadi. 4-maktabda 70-yil. Bolalar, qizlar, o'g'illari ihson qildik bugun. Bu Gulzamon aytadi debdi, Gulzamon bu aytadi, sizda ana qilmadi. Gulzamon shu yo'ldan o'tib ketishini aytdi. Ihson qildikda, shunga keyin Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? maktabda kirib chiqyapmiz. Kelamizlar uyga. Yo, borayotganlar keting. Odam ko'p. Rahmat. Xudo siylasin. Siz o'tirishga aytmoqchi edik iftorlikka. Hozir iftordan keldik o'zimiz ham. Mana Shihrat xalqiga qanchasi yordamimiz tegyapti, bilasizmi? Qancha kasallarni davolayapsiz. Baraka toping. Xudo siylasin. Baraka toping, umringiz uzoq bo'lsin. Nasib bo'lsa hayotlarda yana uchrashib, kelasi hayotlarda ham uchrashing. Lolajon, yuzlarga kiring. bilan kelayotgan. Bo'pti. Sizning ihsoningiz xalq uchun juda katta. Rahmat sizga. Ben edik kim bu? Boradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yo'q, o'tirib qolmaymiz. Qanday op? Bayramlaringiz bilan Rahmat aylanay, rahmat. kelayotgan. Katta rahmat aylanay, katta rahmat. Yaxshimi? Tinchmi? Rahmat. Men bu videoda Bezovta qildik, uzr. Yo'q, Yana aylanay. bizlar iftorlik qildik 70-yillar Shihrat qishlog'ida. Xamir ekan. Ha, tandik. Ana shunga sizga ozgina ihsonchamiz bor edi. Rahmat aylanay, rahmat. Kuburida ko'rasiz. Qandaylar, yaxshimisan? Bolang yaxshimi? Bolalang yaxshimi? O'zing charchamayapsanmi? Kelayotgan sayillar. Rahmat o'zingizga ham. Opa yaxshimisiz? Solingiz yaxshimi? Bolalar yaxshimi? Yaxshi qoldingiz. Bolalaringiz yaxshi. Xudoga shukr. Bersin. Yaxshi bir duo qiling. yillargacha Allohim tinchlik bo'lsin, sog'lik bo'lsin, ko'rsatgan kuniga bergan rizqiga shukr. Mana kelayotgan sayillar hammamizga quloq bo'lsin. Ishlaringga, umrlaringga, sog'liqlaringga, davlatlaringga Allohim baraka bersin. Har doim omad, baxt
yaxshiliklar sizlar quvvala bersin ularga. Ishlaringa, sog'liqlaringa Allohim baraka bersin. Birlaringa yuzlaringa behisob bersin. G'oyiblardan rizq ato etsin, ikki dunyo saodatini bersin. Har doim yaxshi kunlar bo'lsin, yaxshi onlar bo'lsin. Yaxshi kunlar uchrashib yurish nasib ro'za aylansin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina Shunlar bu iftorlik ihson qilib berdik. Rahmat aylanay, rahmat. Amoratada. Kelolmaydiganlarga rahmat aylanay. Boshida solih qilib ulgurmadik, tarqatamizda ulgurmadik. Hech bo'lsa ham rahmat aylanay, rahmat. Xayr, mayli. Ko'rishguncha. Menga salom aytayinlar. Xo'p, opa, sog'. Yaxshimi? Qandaysanglar, yaxshimisan? Sog'lig'ing yaxshimi aylanay? Yaxshi yuribsanmi? Kelayotgan hayitlaring bilan. Bayramlar bilan sog'ayib ketayinlar. Yo'q, ketamiz. Yo'q, bizlar Hali yaxshimisan, sog'lig'ing yaxshimi? Zerikmayapsanmi? Voy, buncha zo'r telefonda ekansan. Xursandman. Kayfiyating yaxshiligidan. Yaxshi o'zingiz yaxshi. Yaxshi bo'lib qoldingmi, abichan? Yaxshi bo'lib ketdi. Allohga yaxshi bersin, Allohim. Ha, yaxshi. shuni yutsa chiqadi. Ko'janim, uloya. Nasib bo'lsa kelasi hayitlarga yaxshi bo'lib yurib ketib, sen bizlar ko'rgani bor, opajonim deb bor. Uloya. Meniki niyatlaringiz. Niyatlarimizga yetdik deb uloya aylanib ketdik. Siz 70-yilda bugun ihson qiluvdik. Shuna ozgina bo'lsa ham so'rab kelib ko'ngil olish uchun keldik bolajon. Yaxshi bo'lib ketdi. Mozonlar. Bitta ko'rdim rasmlaringiz, maktabda chiqqan rasmlaringiz. Ishlar gruppada. Chiqibmizmi? Ha. Kimga tashlar, bitta ishlar gruppada ko'rdim. Ha, mayli. Men tashlagan bo'lganman. Sog' bo'lgan. Yaxshi bo'lib ketgan. Yaxshi kunlarda. Komil aka, sizga ham rahmat. Shuncha o'g'lingiz tarbiya qilib o'tiribsiz ekan. Alloh elimizni, yurtimizni tinchlikni bersin. Har kimning xonadoniga sog'lik, salomatlik. Mana shu kelgan Eid Ramazon sharaf oylarida elimiz, yurtimiz bilan hammamiz oilamiz bilan to'kis to'g'ri bo'lishni Alloh bizga nasib etsin. Mana shu hurmatli qizlar, Xudo sizlarni hurmat qilsin. Mana obishaning Alloh shifo bersin. Do'stlar qatorida sog' salomat o'ylab yurishni Alloh nasib etsin. Hammalaringiz ishlaringizga omad, oilaringizga tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik. Alloh shifo bersin. Yaxshi bo'lsin. Mayli, qabul aka. Bizni taqib qo'yganmiz, rahmat. Mayli. Bezovta qildik lekin o'zi. Yo'q. Xursandman kayfiyating yaxshiligidan. Like bosib tur. Gulzamon Akbar Ishtixon tadbirlar suratlar kanallariga sog' bo'lib yur. O'zi nima qildi senga? Hammasi ko'rib turibdi. Senga nima qildi aynali? Shu bo'ylab singan. Nima bo'ldi? Avariya bo'lib qoluvdimi? Ha, shunaqa bo'lib qoldi ozroq. Ha, ancha bo'ldimi? Ha, bugun mana buni bo'lgani uchun bilyapman. Xabarim yo'q edi aynali shu narsalardan. Allohim umring uzoq bo'lsin, yaxshi bo'lib ket, ota-onangning baxtiga, sog' bo'lib yur, mayli. Xo'p, rahmat. Kayfiyating tushirma. Xo'p. Inshaalloh yaxshi bo'lib ketasan. Rahmat, xo'p. Sog' bo'lib yur, mayli. Bolalar yaxshimi? Uydagilar hammasi. Men taniyapsizmi? Meni ham tanimadingizmi? Shoxsiz. Ha, ko'rgangmi? Dilshodaman-ku. Yaxshilik qilmang meni. Menmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Ukamlar, hamma nevaralar. Sog'ligingiz. Bir ko'ngilni ko'taraylik deb oqshomimiz ham kelaverdik-da. Voy, buncha yaxshilar. Voy. Sochlar pigishga qo'yib. Uyda o'tirib yoshiryapsizmi? Ha, o'zingiz yaxshiman. Sog'lik qanday? Men opamning o'rniga men so'rab keldim. Opam yo'q edi, mana Shohida opam yo'q. Shohida opaning joyi jannatda bo'lsa, o'tgan yil ham keluvdi. Jannatda bo'lsin opam deb. Toza yaxshi ko'raydi sizni. Yoshlarimiz bor edi. Sog'ayib keting, iloyo. Hayitlaringiz bilan keladigan. Bolalaringiz baxtiga sog' bo'ling. Siz bor, bolalaringiz bor. Nasib bo'lsa kelasi yillarga o'ynab kulib yuring endi. Alloh shifo berib. Shifo bersin. Yaxshi bo'lib keting. Yaxshi ham bolalaringiz bor. Qarang, Shohida opa narigi dunyosi uchun nima bergan ekanda. Bolalaringiz baxtiga sog' bo'lib yuring siz ham. Umringiz uzoq bo'lsin. Shoshib pishib buni qiluvdi-da. Yonida billahi. Ha, o'zi yurishini bilganmikan, kim biladi? Shoshibmi, juda shoshib. Mayli, jannatda bo'lsin, Ramazon oylarida.
Bo'pti, mayli bizlarga bittagina oyun Olmay qo'yib, yillar Yo'q, ihson qildik albatta. Bizim 70-yil bolalar ihson qildik-da. Shularga chaqirib iftorni qildik-da. Shunga kelmaganlarga bitta kirib chiqyapmiz. Shohid opa bizlar ustozimiz bo'ldi-da, mana endi Shohid opadan o'rnak olib bizlar ham shu mana el yurtga bitta ikkita yoshlarga o'rnak bo'lsin deb sizlarni bilmaykan ko'p odamlar. O'sha o'tgan yili ko'rsatganimda. Mana To'lg'on opani ko'pchilikni bilmagan ekanda, to'g'risi. Shuni o'rnak bo'lsin deb syomka qilyapmiz. Xafa bo'lmaysiz yana, qaymi? Amerika ketik. Ketik. Mana bu yerda kiritgan joylarimiz bor. Amin. Xudo tinchlik deb bersin, Alloh sog'lik amin. deb bersin. Alloh. Hamisha sog' umr yuringlar. Sizlar yaxshi bo'lib ketding. Alloh shifo bersin. Kayfiyatni tushirmay. Qancha kayfiyat shuncha yaxshi bo'lsa shuncha odam Endi sog'liq otday-ku kasal dedi. Hech kasal emas bu odam. Soppa sog'madi. Har yigit deyapti endi qara. Fazlaka yaxshimisiz? Sog'lik Yaxshi kelayotgan narsa bo'lsa. Aytdi keyin ya'ni. Nima bo'lmaysiz? Ha. Marhamat opalar. Barcha. Chaqirib keldik hozir. Mashina keldik, opaga borib keldik. Ha, yaqin kirdik. Alloh amin. Alloh shifo bersin. Yaxshi ko'rmagan deb kelding. Mayli, sog' bo'lib yuring aka. Xayrli oqshomlar. Bo'pti, emas hammasini o'zlaring tarqataveringlar. Bitti 20 kişiydi. Ahırı sizə keldik ana bitlərdə. Endi ketamiz yengəcə. Yaxşımısınız? Sağlığınız yaxşımı? Yaxşı, köm yaxşımı? Akam yaxşımı? Yaxşı olub getdiniz. Mən zəngim vardım. Yaxşımısınız? Ha, yaxşı bu. Nima bo'ldi aka? Meni do'lnim Bruselga chiqib ketyapti. Buniki sag'rib oshib ketgan. Men yotib chiqdim, men ham bir yotib chiqdim. Ha, yaxshi qoldilar. Xudo, men Komilog'im ham yaxshi bo'ldi. Yaxshi, Xudoga shukr, yaxshi. Boqashdan Nega sag'ir anaqa davlenangiz chiqdi? Davlena men havasda operatsiya o'tgandan keyin shuni operatsiyadan keyin shu chiqib qoldim. Buyurangizni oldingmi aka? Ha? Operatsiya bo'ldim dedi, nima? Ichagim buralib qolgan ekan. Ha, bir operatsiya qoldingiz. Yaxshi bo'lib keting iloyim. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ishlaringiz yaxshimi? O'ynab kulib ko'chalarda yuriydilaringiz ko'rmay qoldik-da. Ha, shunday qoldi ona. Yaxshi bo'lib ketingizlar, iloyim. Yaxshi bo'lib ketingiz, Alloh shifo bersin. Biz o'tirdik. Mana keyin bu kalda mana ansiya qilib o'tirdik. Mana tarabiga mashina keldimi deb qarasam, mayda bir bo'lyapti, ko'pincha Nimaga ham aytdik, Anvar ota unisi ham bo'ldi. Mana Tursunov Islomni bilasizmi? Islom mana mahalla qavmimiz Kamol, Shohista Po'latov. Mana Shohista Umida bor, ko'pchilik bor. Nazarbek yaxshi kunlarda ihson Nazarbekda ham mana baraka topinglar, ko'p yashanglar onalar. Sog' bo'linglar. Bizlar kelajakda yoshlarimiz ham mana shunday qishloqdoshlarimiz holidan xabar olib tursin deb syomka ham qilyapmiz-da, xafa bo'lmaysizlar. Namunaga. Namuna sifatida boshqalarga ham bu nima bo'lsin. Mana hozir ko'pchilik bir-birini bilmaydi, bitta qishloqda bo'lsa ham. Shuning uchun olyapmiz-da, ko'rib xursand bo'ladi, o'zlari ham xursand bo'ladi. Qatarlar baraka topsin hammaga. Haligi endi bizlar hol so'raganimiz ko'ngillangiz ko'tarish, ko'ngillangiz ko'tarish va ikkita tanishsin. Shu o'zidan baribir hammamiz ham boshimizda bor kasal bo'lish.
haligi bu qarish ertaga boshqa har xil holatlar bo'lishi mumkin. Qishloqdoshlar bir-birimizdan inoq bo'lsak yaxshi-da, mana qarang, masjidlar qurilyapti, bog'chalar qurilyapti, to'yxonalar qurilyapti. Odamlarni davlatdan qo'llab-quvvatlayapti, lekin odamlar ham bir-biriga mehr-oqibatli bo'lsa, to'g'ri yaxshi bo'ladi degan niyatda mana shu sinfdoshlarimga umr uzoq bo'lsin. Peshinga hammaga borib kelyapman, tarafga yaramayman-da. Ha, sog'liqqa ham e'tibor berish kerak. Ham sovuq bo'lib qoldi. Bugun hozir qoram tushatyapti iftot. Anvar akaning qizi Buraj ekan. Men borib keltirib kelaman ko'p. Akajon bizlar bir duo qiling-ki deyman. Mayli, onajon. To'qqanlar Alloh baraka bersin. Umrlar uzoq bo'lsin, rizqlaringiz tuting, oilalaringiz baraka topinglar, Xudoy. Xudo hamisha qo'llab bersin sizlarni. Alloh umrlaringizni uzoq Allohim sizlarga ham shunday shifo bersin, ko'rmagan deb. Yo'q joydan qarashsin, Ilohim. Mo'jizalar yaratsin. Mana bolalaringizmi, o'g'lingizmi? O'g'lingizmi sizni katta yigit bo'lib qolibdi. Mana shunday yigitlarni katta qilganingiz uchun rahmat, mayli.